Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 1-iyun kuni mijozimiz bizga buzilib bo'lgan akkauntlarini ma'lumotlarini saqlagan holatda qaytarib olib berishimizni telefon qo'ng'irog'i orqali murojaat qildilar va murojaatni to'lovlarini qabul qilganimizdan so'ng ishimizni 2-iyun kuni yakuniga yetkazdik. Qolgan profilda mijozimizga o'tkazib berganimizdan keyin qilingan to'lov hisoblanadi bu. Mijozimizni profilidan begona qurilmalar, ya'ni mashinnikni chiqarib yuborishni videoroligini ulashga ulgurmadik. Sababiki boshqa zakazlarimiz bordi, shu bilan ovora bo'lib qoldik. Mana mijozimiz 15 Pro Max dan kirib oldilar va bu yerdan sonini ham ko'rsangiz bo'ladi, 12.09 da kirib oldi. Albatta sizga ham buzilib bo'lgan akkauntlarni ma'lumotli bilan va ma'lumotsiz holatda qaytarib berish xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.